Ana qadrdonlar uchun Damas'ni ham вообще pechat butuni. Bitta kelasiz, ko'rasiz, sirasi ishqiboz bo'lib qolasiz. Yili ham zo'r, narxi ham вообще shikati, вообще arzon desiz ham bo'ladi. Arzondan ham arzoni. To'rtta yangi balon 2010-yilda ishlab chiqarilgan. O'z Damas mashinamiz где-то shu 27% kraskasi bor, et betlarida lag'monlargacha o'ziniki turibdi. Choklari вообще chotki. Umuman hech qanday choklari ham buzilmagan. Saloni ham asal turibdi. Narxi ham shikalat. Bitta laytni podpiskani bosib qo'yasiz. Men sizga narxini aytaman qadrdon. Bundan arzonini men sizga garantiya beraman, ana topolmaysiz. Xo'p. 2010-yil holati zo'r, 220 ming yurgan Damas. Xo'p, barlari bor ekan, kalonkani kegillaricha egalariga qo'yib qo'yamiz deyishyapti. Xo'p, narxi $2550. Hech qanday 3000 yoki unaqa narsa emas. $2550 ga mana sizga butun hech qayerda umuman uzul-kesil urilgan joyi yo'q. Damas mashinasi $2550 ga. Dalsha obzorini oxirigacha ko'rib, ma'lumotlarni eshitib, egalariga telefon qilib savdolasiz ham bo'lsa kerak-ku, lekin oxirgi narxini 2550 ga qo'yib beraman deganim uchun olib kelishdi hozir kanalga. Choklari va joy-joy turibdi. Hamma lag'mon, hamma germitkalari o'ziniki. Arkasida narsa bormasa, aka bor deyishdi, bularni yangi soldim. O'sha uchun yechib olib qo'yganman deyapti. Ana ko'rasiz. Metan gazlari bor, temir. Ranglari maloshni turgan adreslari Qo'qon Buvaydada. Poni Buvaydani odamlarni ovolayki mashina sotyapmiz. Olib kelaversan shunaqangi mashinalar bo'lsa, xudo xolasa narxlarini chiqarib sotib berishga ham yordam beramiz. Xo'p, 2010-yilda ishlab chiqarilgan shunaqangi bir kalingachalarda, mayda-chuyda joylar kraska bo'lgan to'rtta yaxshi balonda. Mo'sa 80 dan keyin bilinar-bilinmas ozgina ovozi bor deyapti. Bunaqangi guruh emas deyapti. Kelasiz, ko'rasiz. General davamiz beramiz. Generaldan muammo yo'q deyapti. Xo'p. Bunga barter bormi ukam? Ha, faqat naqdga berasizmi? Nimachi? Barterchi, barter. Barter kelishamiz. Barterga kelishaversa, variant uzul-kesil yo'q-a? Bo'ldi. Shunaqangi ma'lumotlarni eshitib, egalari bilan telefonlashib so'rasalaring bo'ladi qadrdonlar. O'zi ham narxi ham o'ta yengil. $2550. Mashinaning hamma nimasi kantachkalari joy-joy turibdi. Bemalol ustalaringiz bilan kelib, ko'rib, tekshirib ko'rib oling. Qadrdonlar, bitta like, podpiska bosinglar bo'lmasa, arzonlarni mehnat qilib yurib chiqaryapsizlarga.